chehrangizni oching. O'zi yelkangiz bunday turishi kerak. Sizniki esa bunday tushib ketgan. Burgutga o'xshab bunday qanot yozishdan oldin burgutli bunday uchib ketadigan-da. Endi qo'llar ovozingizga yarasha harakat, harakatingizga yarasha ovoz chiqishi kerak. Tanangiz mamdaqa bo'lishi kerak emas. Mana shu chiziqdan chiqib ketmay, men 23 yil davomida kashsha edim. Endi men bo'riman deyapti. Bo'ldi, o'g'il bolani prichoskasi o'zgardimi? O'g'il bolani qattimni tek bo'ldimi? Ikkita sabab. Yoki sevgan, yoki uylanmoqchi. Bo'ldi. Men ham borman deng. Uyulma hech kimdan. Uyalmang umuman. Chiqib ketishi kerak. Shunday sepib yuboring ovozingizni butun dunyoga. Davay. Davay. Otilib ayting dunyoga. Qo'lingizni. Yo'q. Mana. Mana jahozga chiqarib olaman, alohida olaman deb emas mana.